Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan ustozlar, avvalambor mana shu sinfdoshlar bugungi 30 yilligimiz bilan tabriklayman. Mana shu oldingi tilaklarga qo'shilamiz. Hamisha mana shunaqa o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Kelajakda mana shu yaxshi kunlarda o'tiraveraylik. Assalomu alaykum aziz ustozlar hamda aziz bir-biridan mehribon sinfdoshlarim. Chalinibdi so'nggi qo'ng'iroq, bugun hamma shodon kuladi. Ustoz sizning shodligingizni ustoz bo'lgan odam biladi. 9 oylik og'ir mehnatni siz qildingiz horib va tolib. O'quv yo'li tugadi endi, dam ham oling bog'larga borib. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mana bugun biz intiqib kutgan 7 oydan beri mana shu maslahatni qilib, mana shu chiroyli dasturxon atrofida yig'ilib o'tiribmiz. Sizlarga avvalambor xush kelibsizlar deymiz. Mana shu bizga bergan ta'limlaringizga, bilimlaringizga rozi bo'linglar. Xush kelibsizlar. Bundan keyin ham mana shunaqa chiroyli dasturxonlarda, to'ylarimizda to'rida o'tirish sizlarga nasib ro'z aylasin. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar, mehribonlar, bir-biridan shirin, shakar qizlar, yigitlar, hammalaringizni bugungi 30 yillik yig'ilishimiz bilan tabriklayman. Mana shunday dasturxonlarni birini emas, mingtasini ko'raylik. Safimizdan hech qachon xatolik o'tmasin. Bir-birimizni ko'rganda har doim tabassum bilan ko'rishlik nasib ro'z aylasin. Shu davrada qatnasha olmagan sinfdoshlarimiz, musofirda yurgan sinfdoshlarimiz nomidan ham hammalaringizni tabriklaymiz. O'tgan sinfdoshlarimizni oxiratlari obod bo'lsin. Sinfdoshlar, men bu yoqda birinchi navbatda shu bayramni tashkil qilgan boya maktabda aytdim, Ulug'bekka kattadan katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hammani nomidan Ulug'bek, sizga katta rahmat. Mana shu tadbirda tashkillashtirib, mana shunaqa chiroyli mana rasmlarni yoshligimizda, hozirgi davrdagi rasmlarimizni qo'yib qarang. O'sha yoshlik davridagi bilan hozirgi rasmlarni hech kim bunaqa qilib, masalan, yig'ib bitta pashti bu yoqda bir 80-90 ta sinfdosh rasmi bor. Rahmat sizga Ulug'bek. Hojonajonga katta rahmat, sizday farzandni o'stirib tarbiya qilganlariga. Ulug'bekning yonida turgan yigit qizlarimizga ham katta rahmat. Bunaqa o'tirishlarda ko'pini ko'raylikda sinfdoshlar. Sizlarga ham bir 4 tagina she'rim bor, qator shuni o'qib beray. Surat turar eski albom varog'ida, qarar bo'lsam yodga tushar shaffof yoshlik. Dugona, sinfdosh o'rtog'im o'tib ketdi, afsus sinfdoshlik. Esingdami beboshlikda ayblanardik, doskamiz ham kunda bir bor ilinardi. Tanaffusda A va B sinf urishardik, majlislarda sho'xligimiz bilinardi. O'zimizcha pisand qilmay qovoq solib, sig'may qolib keng partaga talashardik, quvlashardik qo'limizga toshlar otib, bir kun o'tmay sog'inishib yarashardik. Menimcha bunaqa bu she'rdagi ma'no, bu she'rdagi so'zlar hamma sinfdoshlarda bo'lib o'tgan. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringizni tabriklayman. Bugungi bayramda chiroyli, pozitiv ruh o'tishi hammani mana shu davrada o'tirgan qiz va yigitlarga bog'liq. Shuning uchun hammamiz pozitivni bo'lamiz, o'ynab, kulib, mazza qilib dam olamiz. Xush kelibsizlar aziz sinfdoshlar.